Türkishtagi Uyg'ur va boshqa turk millatlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik siyosatini jiddiy davomlashtirayotgan bir paytda aslida qattiq kontrol qilgan vizani kechirim qilish usuli orqali turk davlatlaridan kelgan savdogarlarni jalb qilish uchun viza kechirim qildi. Egilinishcha, Qirg'iziston Savdo sanoatchilar birlashmasining raisi Temir Sariyev bilan Xitoyning Qirg'izistonda turishliq bosh elchisi Dodevin 3-dekabr ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy munosabatning taraqqiyot masalasini muzokara qilgan. Qirg'iziston Savdo sanoatchilar birlashmasining bu haqda e'lon qilgan bayonotida qayd qilinishicha, Temir Sariyev bilan Dodevin eglik tiklaguvchilarga viza kechirim qilish xizmatini kuchaytirish masalasini muzokara qilgan. Bir necha haftadan buyon Xitoyda tarqalayotgan va Xitoy virusi bilan o'xshash bo'lgan o'pka yallig'i virusi dunyoda yangi yuqumning yuz berish andisini kuchaytdi. Xitoyning shimoliy qismlarida o'tirg'i chiqqan bu sirliq virus Xitoy va Hindistonda vahima paydo qilgandan keyin Yevropaga hujum qildi. Virusning Yevropaga ko'chib kelganligi rasmiy bekitildi. Daniya va Gollandiyadagi davolash tarmoqlari virusning o'z davlatlarida tarqalayotganligini dalilladi. Virusning ta'siriga uchirgan bolalarning bir hafta ichida 5 dan 130 gacha ko'payganligi bayqaldi. Amerikaning oliy harbiy amaldori Charles Berovin Xitoy bilan bo'ladigan urush to'g'risida ogohlantirib, bu xil to'qinishga bo'libmi Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishiga hamma odam ko'ngil bo'lish kerak dedi va Amerikaning har qanday ishga tayyor ekanligini bildirdi. Berovin yakshanba kuni Fox xabarining ziyoratini qabul qilganda, ziyoratchi Shannon Biram uningdan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yuz berish ehtimolligi bo'lgan urush haqida savol so'ragan. Egilinishcha, Reagan institutining yaqinqi roy sinash natijasida ko'rsatilishicha, 51% Amerikalik Xitoyni davlatiga eng chong chet el tahdidi deb qaraydi. Ularning 74%ning 5 yil ichida bundaq to'qinishning yuz berishidan ansirganligi o'tirg'a qo'yilgan. Egilinishcha, Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning simvoliga aylangan Xitoy-Yevropa boshliqlar yig'ini 7-dekabr Xitoy poytaxti Bejingda boshlanadi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyinning bildirishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping 24-navbatlik Yevropa-Xitoy boshliqlar yig'inida Yevropa kengashining raisi Charles Michel va Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen bilan ko'rishgan. Yevropa ittifoqining ichki ishlarga mas'ul komitet a'zosi Ylva Johansson Yevropada pat orada keladigan qishliq ta'til mezgilida terrorlik hujumi xavfi yuqori dedi. Johansson O'rta Sharqda yuz berayotgan voqealarning namoyandasi sifatida Rojdestvo bayrami va Yangi yil munosabati Yevropada yetib keladigan dam olish vaqtining terrorlik hujumi jihatda zo'r xatar olib keladiganligini ko'rsatdi.